Assalomu alaykum barra qo'y ishqibozlari. Mana yana o'sha arzonchi Hazrat Umar qo'ylarini xonadonlariga keldik. Akalar, mana Hazrat Umar qo'ylarini bir so'rashimizdan oldin, bir qiziqishdan oldin akalar, bir iltimos like, podpiska bosib qo'ysalaring. Xudo xolos har safar bundaqa mana arzon qo'zilar sizlarga birinchi bo'ylab boradi, xudo xolos. Qachondir qo'y olasizlar. O'shanda shu qo'ylar borib qolganda telefon qilasizlar, xudo xolos arzon qo'ylardan beramiz. Assalomu alaykum Umarxon. Va alaykum assalom Umarxon. Yana kuchayib ketyapti Umarxon. Umarxon bu qo'ylar bir narx-navo dastopkalari qanaqa zot qo'chqor sovliq nechtaligini bir aytib o'tasiz, ukam? Ukam nech dona ekan bu qo'yimiz? 7 dona. Hop, 7 dona. Nechta urg'ochi, nechta sovliq? Qo'chqor. 3 dona qo'chqor, 4 dona sovliq. Ha, 3 dona qo'chqor, 4 ta sovliq. 4 dona sovliq ekan. Hop. Umarxon, yoshlari qanaqa buni? Yoshlari 1,5. Yo'q, necha oylik? 1,5 yosh emas. Necha? 4 oy, 5 oy? 4 oylik. Ha, 4 oylik qo'zilar. 5 oylik. 4 oy, 5 oylik qo'zilar. Umarxon, buni dastopkalari qayergacha uka? Vodiy bo'ylab Farg'ona, Andijon, Hop, Toshkentga. vodiy bo'ylab akalar, dastopkalar Toshkentga ham bor ekan. Juda bir hurka qo'ylar ekan aka, qo'ylar qaranglar. Rosa baqa degan joyga kelib, Rossiyalik qo'ylar ekan. Qaranglar, hammasi. Umarxon, qaydi qo'ylari ekan bu? Qirg'izmi? Yedilbayskiy qo'ylar. Dilboy zotidan. Umarxon, eng qiziq barakani uzadigan payti bor-da. Mana 2 minutda o'tibdi. Xudo xolos paytimizga like bosib qo'yishadi. Arzon qilib bitta aytingchi, bir joyga 7 ta olgandi. 2 millionmi? 1 million 800 dan beraveramiz. 2 milliondan de 1 million 800 dan beraverasiz. 200 mingdan tushib berilgan. Malades Umarxon. Malades. Qo'ylar qaranglar kerak. Umarxon, obunachilar telefon qilsa, Otangga rahmat, bitta podpiska, bitta like bosib qo'ysa, yanagi safar sotilib ketsa, baribir yana olishadi, mol qo'y yetib boradi yana. Xudo xolos Umarxon, 1 million 800 dan emas, 50 mingdan yana o'tib berasiz. 50 mingdan yana 1 million 750 mingdan beraveramiz. Bor baraka. Baraka. Bo'pti, rahmat kuzatganlaringiz uchun.